tog'ajon, shuncha o'y reklama qilib hali bunaqa o'yini ko'rmagandim, qo'limni ko'tardim lekin shu ham negativ chiqadi, bilasiz-ku bizni xalqni negativlarga, kommentariyaga kirib o'zini ustidan sharaq yopishtirishingizga ishonaman, sizga topshiraman tog'ajon negativlarni. Mana bu xoli bo'layapti. Uyga kirdikki 95 metr kvadratdan iborat 3 ta xonamiz bor. Lokatsiya bomba, kritida joylashgan 17-maktabning oldida mana birinchi xonamiz, tomosha qiling. Zal xonasi bo'layapti. Bunaqa risonliklarga o'zingiz baho bering. Nima deyapti bu dizayn tog'ajon? Nima deyapti? Gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqasi hali bo'lmagan. Bo'lmasa ham kerak bunaqa bir 20-30 ming dollar yopishtirganman nimada uyning egasi. Mana bu yotoqxonasi bo'lyapti. Ana buni qarang. Bu yoqda sanuzeli ham bor ekan. Men bunisini ko'rmayman hali. Отдельно sanuzel spalni ichiga ikkita sanuzel bo'lyapti. Yuvinishi, dushi ham, nimasi ham, hojatxonasi ham bor. Mana bunisi esa glavni katta sanuzeli bo'lyapti. Barcha narsalari qilib qo'yilgan. Glavni tiyopli holimiz va sanuzellarimiz tiyopli pol bo'lyapti. Mana bunisi esa bolalar yotoqxonasi. Detski spalnimiz eshiklari yaxshisidan MDF eshiklar qilib qo'yilgan. Oxirgi eshigimiz esa kuxnyamiz bo'lyapti. Oshxona barcha jihozlari, bitovoy texnikalari, xolodilnik barcha jihozlari qilib qo'yilgan. 6 metrlik mana bunaqa balkoniga ham ega uyimiz tog'ajon. Atigi 79800 kami bor 7 qavatli g'ishtli liftli domni 5-qavatda joylashgan. 95 metr kvadrat lokatsiya, dahshat kriti 17-maktabning oldida. Pastda nomerlar qoldiramiz, qo'ng'iroq qiling tog'ajon, ajoyib xonadon.